Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi qo'ramizni egalariga olib berdik. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga bo'ldi. Juda katta firma ekan. Ko'rishlar mumkin. Qo'ramizni jaylab berdik joylariga. Firma ichiga mana. Bizning qo'ramiz 4 talik. 3 metrga 1.40 bo'lgan. Ko'rishlar mumkin. Ideal holatda. Oxirlari ham chuqur holatda bo'lgan, yem hashar to'kilmasligi uchun. Qo'ramizda har bitta kilitga перегородкасы 75 sm dan bo'lgan. Перегородкаlar olinadi. Xohlasalar optionniy, xohlasalar отдельно kilitkalar qilib qo'yadilar. Zavodskiy materialdan bo'lgan. Qo'ramizning pollari sasna. Toza rossiyskiy qarag'ay. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari mavjud. Kelishilgan holatda bo'ladi. Barchaga rahmat.